Qur'on o'qish haqida 15 tavsiya. Avtori Muhammad Yusuf. Ma'lumki, Ramazon oyi Qur'oni Karim oyi deb ataladi. Chunki Qur'oni Karim mushu oyda nozil bo'lishga boshlagan. Payg'ambar alayhisalom Ramazon oyida vaqtining ko'piragini Qur'on o'qish bilan o'tkazadi. Hatto har Ramazonda Jibril alayhisalom uningdan tanishaydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Qur'on o'qinglar. Qur'on o'zini o'qiganlarga qiyomat kuni shafaat qiladi. U yana Allohning kitobidan bir harf o'qigan kishi bir savobga erishadi. Bu bir savob 10 hasiga ko'paytib beriladi. Alif lam mimni bir harf deb hisoblamayman, balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir deb ko'rsatgan. U yana sizlarning eng yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlardir. Kimiki Qur'on o'qiydi ekan va uning ta'limotlari bo'yicha ish ko'radi ekan, Alloh qiyomat kunida uning ota-onasining beshiga quyoshning nuridan nurliq tojini kiygizadi degan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ilm o'rganmoqchi bo'lsanglar, cho'qim Qur'on o'qinglar. Chunki uningda burunqilarning va keyingilarning ilmi bor. Alloma Sufyan Savri "Kashki barcha vaqtimni Qur'on o'qish bilan o'tkazgan bo'lsam-chi" degan bo'lsa, Alloma Ibn Taymiya "Ömrümning ko'p qismini Qur'onning ma'nosini bilishga atashdim, boshqa ishlar bilan o'tkazganligimga pushaymon qilyapman" degan ekan. Qur'on o'qimoqchi bo'lganingizda tövandagi qoidalarga rioya qiling. 1. Qur'on o'qimoqchi bo'lganingizda yonfunni o'zingizdan yiroq qiling. O'qishingiz tugab duo qilib bo'lmagichilik yonfunni qo'lingizga olmang. Chunki bir qo'lida Qur'on, yana bir qo'lida yonfun tutib o'ltirib Qur'on o'qish Qur'oni Karimga adabsizlik qilganlikdir. 2. Siz Qur'onni bo'sh vaqtingizni to'ldirish uchun emas, sizni hech kim mashg'ul qilmaydigan muayyan vaqt belgilab shu vaqtda o'qing. 3. Qur'onni berilib o'qing. Ko'zingiz va og'zingiz Qur'onda, qalbingiz boshqa joyda bo'lmasin. Xuddi ko'ngli boshqa yerda turib kitob o'qigan odam o'qiganlardan naf olmagandek, sizning ko'nglingiz dunyoning alakchiligida turib o'qiganingizning sizga foydasi yo'q. 4. Qur'on o'qishdan burun tahoratingizni yangilang va qibliga qarab o'tiring. A'uzu va bismillah bilan boshlang. Alloh taolo Qur'oni Karimda sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tiligin deb ko'rsatgan. 5. Qur'onni chiroyli ovozda o'qing. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Qur'onni chiroyli ovozda o'qinglar. Ovozingizni bak yuqori chiqarib, boshqalarni rohatsiz qilishdan, bak to'van qilib, sizni uxultib qo'yishidan saqlaning. 6. Qur'onning ma'nosini bilmasangizmi, Alloh taolo menga so'zlayotdi degan e'tiqodda ixlos bilan o'qing. Ammo ma'nosini bilib o'qishga tirishing. Chunki Qur'oni Karim ma'nosini bilib amal qilish uchun nozil qilingan. 7. Qur'onni Qur'on o'qish qoidalariga rioya qilib, ochiq, dona-dona o'qing. Chunki Alloh taolo Qur'onni dona-dona ochiq o'qigin deb buyurgan. Qur'onni Qur'on o'qish qoidalariga rioya qilib o'qish farzdir. Qur'on o'qish qoidalarini o'rganish ayrim bir farzdir. 8. Qur'onning mu'minlarning qalbida alohida haybati va katta o'rni bor. Shunga siz Qur'on o'qiganda uni qalbingizda ulug'lab turib o'qing. Siz Qur'onni qalbingizda ulug'lasangiz, Alloh taolo kishilarning qalbida sizning martabangizni yuqori qiladi. Burunqi ulgulik zotlar Qur'on o'qiyotgan vaqtida hech kim bilan so'zlashmaydi. Salom qilganlarga qo'l ishorati bilan javob beradi. O'qiyotgan surani tamomlamay turib to'xtamaydi. Mana bu Alloh taologa qarata adablik bo'lganlikdir. Siz Alloh taologa qarata qanchalik adablik bo'lsangiz, Alloh taoloning so'zi bo'lgan Qur'oni Karimni shunchalik hurmatlaysiz. Hozirgi arablardek tizingizga qo'yib turib o'qimaysiz, balki bilingizdan yuqori tutib o'qiysiz. 9. Qur'onni og'zingizni ochib, tilingizni midirlatib o'qing. Chunki og'izni ochmay, tilni midirlatmay, ko'nglida o'qish yoki ko'z ishorasi bilan o'qish Qur'on o'qishga kirmaydi. Shunga Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni vahiy tushayotgan chaqda uni o'qishga oldirib tilini midirlatishdan ma'ni qilgan. Uningdan shu ma'no chiqadiki, tilni midirlatib o'qish uni o'qiganlik, ichida o'qish o'qimaganlikdir. 10. Qur'onni imkon qadar Qur'onga qarab o'qing. Qur'on boyada uni Qur'ondan o'qimay telefondan o'qish yaxshi emas. Chunki Qur'onga qarashning o'zimi ibodatdir. 11. Siz Qur'on o'qishni boshlagandan keyin hech kimning so'ziga javob bermang. Agar javob berish muhim bo'lib qolsa, o'qiyotgan oyatni tamomlab bo'lib, ondan gap qiling.
Chunki oyatlarni kelgan yerdan uzib qo'yish Qur'oni Karimga qarata hurmatsizlik qilganlikdir. 12. Siz Qur'onni asta va qiynalib o'qiydigan biri bo'lsangiz, uningga g'am qilmang. Chunki siz qiynalib o'qish orqali 2 asr savobga erishsiz. 13. Qur'on o'qib to'xtashda parining oxirida emas, suraning oxirida to'xtasangiz yaxshi. Chunki suraning mazmuni tamomlangan bo'ladi. 14. Qur'on oyatlari ustida tafakkur qilib o'qishga ahamiyat bering. Ba'zi oyatlarni qayta o'qing. Unda qilish dilingizni yumshatishga foydalidir. 15. Azob oyatlarini o'qiganda Alloh taolodan panoh tilang. Rahmat oyatlarini o'qiganda Alloh taologa duo qilib, uningdan rahmat tilang.